alaykum. Agar charchamayapsizlarmi, tuzingizlar. Uyda remontni boshlaganimni shag'al toshib ko'rsatganman. Xudo xolasa endi ichkarilarda bitta ko'rsataman. Mana shu joyda so'ri bo'lardi, baland. Mana iz bilinyapti. Haligi bir kamas shag'al mana shu. Bu yoqda bitta devor bor edi, bitta eshik bilan, romi bilan. Xullas bu devor o'rtoqlar mashinaroqqa ko'chib turib 20 cm devor bo'lib turib, mana shu joyga 2,5 metrga 3,60 katta sanuzul bo'ladi, xudo xolasa. Proyektini ko'rsataman. 1,5 ga 1,5 katta vanna bo'ladi. Chashagin, unitaz, rakvina, tahoratxona, bitta mana shu joyga pechkalari bilan, kir mashinalari bilan, короче, xudo xolasa. Endi kim uchun ular? Bilasizlar endi kim uchunligini. Ota-ona uchun-da, har doimgidek. Cho'tki qilib o'rtoqlar, xudo xolasa mana shu joyga sanuzullar, полный лучевой sistema, to'pli pollar bo'ladi. Mana shu joy hol, katta hol bo'ladi. Bu yog'i mehmonxona, bu yog'i spalni, hammasi лучевой sistema, panelli radiatorlar bilan cho'tki qilib o'rtoqlar, xudo xolasa barma-bir qo'yib boraman. Sizlar просто duo qilib tursanglar, menga motivatsiya bo'ladi o'rtoqlar. Kuch-quvvatlar yig'ib, kech payt ishdan kelib, mana shu ishlarni qilyapman o'rtoqlar. Duo qilib qo'yinglar.